Salom, nemis tili jangchilari. Bugun birinchi darsimiz va bu darsda o'rganganlaringiz doimo yodingizda qoladi. Qani boshladik. Avvalo darsimizni diqqatimizni jamlab olishdan boshlaymiz. Hayolimizdan o'tayotgan barcha fikrlarni to'xtatamiz va butun diqqatimizni darsga qaratamiz. Buning uchun bo'sh varaq va ruchka tayyorlang. Hayolingizda o'tayotgan barcha fikrlarni 2-3 daqiqa davomida qog'ozga tushiring. Videoni to'xtatib turish esingizdan chiqmasin. Masalan, qachon boyib ketaman ekan, dars qachon tugar ekan, bozorlik qilish kerak. Barchasini yozib bo'lgan bo'lsangiz, o'qimasdan shunchaki chetga qo'yib qo'ying va butun diqqatingizni darsga qarating. Bugungi mavzu grammatikadagi eng muhim mavzulardan. Buni bilsangiz, gapirishni boshlaysiz. Kuchsiz fe'llarning hozirgi zamonda tuslanishi. Bu mavzuni o'zlashtirish uchun quyidagi bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Kishilik almoshlari, fe'l haqida tushuncha, fe'lning infinitiv shakli va tuslanish. Kishilik almoshlari, personal pronomen. Personal pronomenlarni oilangiz a'zolari kabi tasavvur qiling. Ularning o'z o'rinlari va vazifalari bor. Birlikda ich, men, bu o'zingiz. Sen, du, oiladagi eng yaqin do'st, aka-uka, opa-singil. Erkak kishi uchun, zi, ayol kishi uchun, es, narsa uchun. Endi ko'plikda wir, biz, siz, zi, ular yoki hurmat ma'nosida. Endi birgalikda amaliy xotira mashqini bajaramiz. Personal pronomenlarni ajratib qog'ozga yozib chiqing. Ularni aralashtiring. Videoni to'xtatib, qog'oz parchalari bilan o'ynang. Qo'lingizga tushgan personal pronomenni ovoz chiqarib o'qing. Endi fe'lga o'tamiz. Fe'l bu gapning dvigateli. Agar gapni bir mashinaga o'xshatsak, fe'l uning motori. Motorsiz mashina yurmaydi, fe'lsiz gap ishlamaydi. Ich spiele. Men o'ynayman. O'ynash harakat, demak fe'l. Schläft. U uxlayapti. Uxlash holat, demak fe'l. Xulosa, fe'l bu harakat yoki holatni ifodalaydigan so'z hisoblanadi. Har bir fe'l tuslanishdan oldin infinitiv shakliga ega bo'ladi. Infinitiv bu fe'lning yangi dunyoga kelgan holati. U hali kimdir bilan tanishmagan, zamon bilan uchrashmagan va hech qanday qoidalar yoki majburiyatlarga bog'lanmagan payti. Bu uzakka n qo'shimchasi qo'shilishidan hosil bo'ladi. Masalan, s uzak, n qo'shimcha. Biz kishilik almoshlari, fe'lning infinitiv shaklini o'rgandik. Endi hozirgi zamonda tuslaymiz. Ich, men, fe'lning o'zagi qo'shimchasi. Ich koche, men ovqatni pishiryapman. Du schreibst, du, sen, duga esa st qo'shimchasi qo'shiladi. U, sie, es, fe'lning o'zagiga t qo'shimchasi qo'shiladi. Wir gewinnen, fe'lning o'zagiga n qo'shimchasi qo'shiladi. Ihr, siz, sizlar, fe'lning o'zagiga t qo'shimchasi qo'shiladi. Sie sprechen, fe'lning o'zagiga n qo'shimchasi qo'shiladi. Eslab qoling. Ich har doim bilan tugaydi. Du har doim st bilan tugaydi. Har doim t bilan tugaydi. Sie har doim t bilan tugaydi. Es har doim t bilan. Wir n bilan, ihr t bilan, sie n bilan tugaydi. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. Siz endi hozirgi zamonda fe'llarni tuslashni bilasiz. Endi esa bilimingizni sinab ko'rish uchun sizga tayyorlab qo'yilgan mashqlarni bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat. Tschüss.